300 dollardan 500 dollargacha kerak bo'lsa, undan ham ko'proq to'lashga tayyor bo'lgan ish o'rinlari bor. Men sizga hozir ularni e'lon qilishimdan oldin video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Foydali videoroliklar har kun ham hammada ham uchrayvermaydi. Bilaman, ish izlab yuribsiz, o'zingizga, yaqinlaringizga ish muammosi sizni qiynab turibdi va shu sababli menda sizga bir yaxshi taklif bor. U taklifimni boshlab aytib tushuntirishimdan oldin, qayerda qanday va qaysi shartlarda ishlar bo'lishini tushuntirishimdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like tugmasini bosing, podpisatsiya tugmasini bosing. Men sizlarga eng yangi chiqqan, sizga yaqin bo'lgan hududlardan ish o'rinlarini endi topib e'lon qilib boraman. Agar men sizga hozir taklif qiladigan ishlarim ma'qul kelmasa, boshqa ishlarni ham bizning kanalimizda kuzatib borib, boshqa videolarimiz bor, o'tib tomosha qilishni tavsiya etamiz. Demak, do'stlar, yana bir narsa, men o'tgan safarlar ham videolarimda aytganman, ya'ni o'zingizni kasbingizni izohda yozing. Viloyatingizni, misol uchun men Andijon viloyatidanman va shofyorlikka ish qidiryapman yoki bo'lmasam uy bekasilikka ish qidiryapman yoki uyda qilinadigan ishlar turlari deb albatta kasbingizni, viloyatingizni yozib qoldiring. Imkoni bo'lsa, shoshilmasdan albatta videolarimizni oxirigacha tomosha qiling va men sizga yordam beraman o'z o'rningizni, ishingizni topishda. Ya'ni men hozir sizlarga taklif qilayotgan ishlarim barchasi O'zbekiston hududida bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda bunaqa 300 dollardan 500 dollargacha pul topish uchun O'zbekistondan tashqariga chiqish shart emas va sizlarga hozir buni hammasini tushuntirib o'taman. Agar kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, o'zingizni, viloyatingizni yozgan bo'lsangiz, agar yozmagan bo'lsangiz, hozirroq yozing. Misol uchun Andijondan svarshchilik ish izlayapman deb turib yozib qoldiring. Albatta, bizada sizlar uchun zo'r ish o'rinlari va takliflar bo'ladi. Do'stlar, demak, e'tibor qaratamiz. Birinchi navbatda bizaga hozirgi kunda OLX dasturi bor. OLX dasturi yordamga keladi. Bu yerda butun O'zbekiston bo'ylab ish o'rinlari bor va siz o'zingizni qiziqtirgan viloyatni tanlaysiz. Местоположениyadan, ya'ni kimlardir Andijondan, kimlardir Navoiydan, kimlardir boshqa joydan bo'lishi mumkin. Bu yerdan o'zingizni hududingizni tanlaysiz va bu yerda mana mobilograf kerak, o'g'lingizga yoki o'zingizga, sotuv menejeri faqat qizlar kerak, срочно power kerak. Ko'ryapsizlarmi? Har biri sizga yaxshigina mana bu yerda powerga 300 mingdan 350 minggacha pul taklif qilmoqda va Xitoy tilini biladigan odamlarga ham ish bor. Barber soptim rabot, ya'ni sartaroshlarga ish bor. Tarbiyachi ishga olamiz mana uy bekalari uchun. Umuman olganda shkaturka, styajka bo'yicha mana ishlar, agent olamiz срочно, ya'ni sotuv bo'yicha. Navoiy shahrida Yevromarketda ish bor, sotuvchilikda va boshqa o'zini takliflarini odamlar yozmoqda va siz ham mana so'qoq somsa qiladigan ishchi kerak. Ko'ryapsizmi? Kunlik 250 ming, 300 ming so'mdan pul to'lanyapti. Bularning hammasi OLX dasturida bor. Kirasiz, misol uchun shu somsa qiladigan ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizga mana yozib qo'ygan Farg'onada kunlik 250 mingdan 300 minggacha va telefon raqami esa pastda qoladi do'stlar. Bemalol raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishlarni so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videorolikimizda aynan siz uchun ish topishimiz uchun kommentariyada viloyatingiz va nima ish qilishingizni yozib qoldiring. Sizga mos ish topib qo'yamiz do'stlar. Salomat bo'linglar. Bular